Bugun ana shunday katta bir inson ham qadar sifatda, ustoz sifatda Bobur akaga davrada aziz mehmon bo'lib turibdilar. Eng yaxshi do'stlari, qarindoshlari bilan, hozir gulduros qarsaylar bilan, olqishlar bilan muhtaram ustozimiz, aziz akamiz Bobomurod Hamdam do'stlarman davraga taklif qilaman. Qarsak bo'lsin muhtaram mehmonlar. Ustoz marhamat, navbat sizga. Juda yaxshi gaplar bo'ldi, rahmat. Jaloldek, rahmat aka. Maza qildik, eshitdik. Assalomu alaykum, uzoqdan yaqindan kelgan aziz do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar. Mana bugun Jo'raqulovlar oilasida mana shunday katta to'y, katta tantana, uzoqdan yaqindan hamma og'ayni qarindoshlar mana bugun jamoat jam. Albatta har bir inson ham to'y qilsam, o'g'il uylantirsam, qiz chiqarsam, mana sunnat to'ylar qilsam deb insonning qalbida mana shunday katta orzu niyatlar bo'ladi. Mana shunday bir yaxshi orzu niyatlarni mana Umurjon ukamiz erishib turibdilar. Ya'ni o'zlarining o'g'illarini mana sunnat to'yiga sabab bilan mana shunday oldilaringizga kattadan katta mana dasturxon yozib qo'ydilar. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu kichkina jajji sunnat bo'layotgan yigitchaga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxtli bo'lsin. Hech bo'lmaganda shu bizlarga o'xshab yursin deyman. O'rtoqlar mana dadalari, bobolarga o'xshab yursin. Shu bir bahona bilan qarang, shu sunnat to'yi deb shuncha mana halol mehnat bilan yig'lagan mollarni shu birga men og'aylarim bilan, qarindoshlarim bilan, hamsoyalarim bilan birga baham ko'ring degan bir niyatda oldilaringizga kattadan katta mana dasturxon yozib qo'yibdilar. Ana shuning uchun o'rtoqlar rahmat deyman yana bir bor. Qarangki, bizdan ham shu qayerlardan shu chaqirib kelib mana xizmat qilib berasiz ustoz deb men aytdim, albatta xizmat qilamiz. Shu sabab bilan sizlar bilan men diydor ko'rishib turibman. Men ham albatta xursand bo'laman. O'rtoqlar televizorga chiqib aytavermasdan sizlar bilan yonma-yon o'tirib bir to'yni bahonasi bilan ozgina bo'lsa ham shunday bir qiyinchilik kunlarda sizlarni shu kayfiyatingizga kayfiyat qo'shib, shunday bir kayfiyatingizni ko'tarib ketsam, men ham shundan juda xursand bo'lib ketaman o'rtoqlar. Mana shu sunnatini keldik, farzini ham Alloh taoloning o'zi yetkazsin deyman. Siz qarako'z do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar shunday bir yaxshi niyatlar bilan kelib o'tiribsiz. Siz ham yaxshi niyatingizga yeting. Sizlarning ham xonadoningizda xuddi shunga o'xshagan yaxshi kunlar bo'lsin. Shu Qodir bilan biz borib xizmatimizni qilaverganmiz. O'rtoqlar bilan Qodirjon haqida juda yaxshi gaplar bo'ldi. Haqiqatan ham mana shu o'rtada mana shu Navoiy bormi, Buxoro bormi, mana shu Qarshi biyog'i o'rtoqlar shu hozir bir chiqib yurgan eng bir yaxshi bir san'atkor shu Qodir. Endi albatta o'rtoqlar shu bir elotdan, viloyatdan bir yaxshi shoir, yaxshi bir ashulachi, hech bo'lmaganda mana hozirgi davrda biznesmenlar chiqsa ham mana shunday shu elotni hamma biladi. Shuning uchun Qodir deganda mana shu Konimet deganda odamlar mana shu maydondagi odamlar Konimet desa mana shu Qodirni tushunadi. Qodir deganda mana butun mana shu rayonning baxti, oblastning baxti. Qodirning ashulachilar chiqsa o'rtoqlar mana shu jumhuriyatimizning baxti. Hamma biladi o'rtoqlar mana buni qozoqcha aytishlarini. Mana shu mana shu guvoh bo'lib o'tirganman, shu mana Qozog'iston prezidentining oldida ham shunday bir yaxshi qozoqcha qo'shiqlarni aytib, shu qozoqchani shu prezident bilan birga aytib turganlarini men o'zim guvoh bo'lib mana eshitib turganman Charchoq oblastida o'rtoqlar. Mana shunday bir yaxshi Qodir bilan sizlar faxrlansangizlar, arzimagan yigit. Shu Qodir uchun ham bir qarsaqlar bo'lsin o'rtoqlar. Rahmat o'rtoqlar, yana bir gap bor. Shu siz qo'llab-quvvatlamasangiz hech gap bo'lmaydi. Siz qo'llab-quvvatlab shu hadeb tursangizlar, borgan joyda qarsak chalib, boshqa qilib, shu kirib kelgan vaqtida o'tin qilib, to'rga o'tirib yaxshi shu qo'llab tursangizlar, albatta yaxshi bo'ladi o'rtoqlar. Shu eshikdan oqqan suv qadri yo'q deb mana ota-bobolarimiz aytib o'tgan. Hech qachon shunday bo'lmasin, qadr qimmatini yo'qotmasdan mana shu Qodirjon deb saqlab tursangizlar, bizlardan o'tib ketadigan ashulachi bo'ladi o'rtoqlar.
Mana xotirjamga san'atda san'at qo'shilsin, ovozdan ovoz qo'shilsin. Shu 2-3 respublikalar xalq asli bo'lsin, hech qachon sizlarning nazaringizdan qolmasin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. O'rtoqlar, mana shu yakka otni changi chiqmas degan bir ota bobomiz naqli bor. Albatta bir ribo bilan hech narsa bo'lmaydi o'rtoqlar. Yonida mana soz bo'lishi kerak, akordeon. Bu yoqda yana bir soz bo'lsa, doira bo'lsa, boshqasi bo'lsa, shu chiqaveradi yaxshi ashulalar. Uchun u bir ham o'rtoqlar mana bizni avvalgi akordeonchilar karamni degan. Xuddi mana shuni stildan olib o'rtoqlar bir kuyni bir yaxshi chiqaradigan bir stillari bor. Juda bir yaxshi sozanda ham ovozlari jo'r aka-uka, endi aka-uka sozandachilik qilib ashulachilik qilsa bo'lgan yetsin o'rtoqlar. Shu yoningda shu birga necha yil birga yursang, do'st bo'lib, sodiq bo'lib, aka-uka bo'lib yursang, bundan yaxshi narsa bo'lmas ekan o'rtoqlar. O'sha birga hamma birga yursinlar deyman, birga ijod qilsinlar. Buni ijodini ijod qilaman. Ko'nglimda yana nima orzu niyat bo'lsa, shu orzuni niyatini yetaversin. Amin. Allohu akbar.